Siz hech yurak nima uchun aynan shunday tasvirlanish haqida o'ylab ko'rganmisiz? Aslida bu a'zo butunlay boshqacha ko'rinishda. Mana bunday. Bu esa ko'proq orqa qismga yoki shaftoliga o'xshaydi. Va bu haqiqatan ham unchalik uzoq emas. Yurak belgisi haqiqatan ham o'simlikdan olingan bo'lishi mumkin, lekin faqat boshqa biridan. Tanishing, bu selfi. Qadimgi rimliklar uning sharbatini homiladorlikning oldini olish kontrasepsiyasi sifatida ishlatishgan. Uning mevasi xuddi muhabbat ramziga o'xshaydi. Selfining shakli hatto tangalarida ham zarb qilingan. O'simlikning o'zi allaqachon yo'qolib ketgan. Rimliklar uni yeb bitirishgan. Ammo uning ramzi asrlar davomida saqlanib qolgan va hozirgacha biz bilan birga yashab kelmoqda. Bugungi kunda yurak belgisi dizayndagi eng mashhur belgilardan biridir. U Nyu-Yorkning rasmiy mahsulotlarida bosiladi. Bu bilan Moskvadan Narsilbgacha bo'lgan barcha shaharlarda suratga tushish mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Ko'zga yoqadigan rasmlarni hozir kimlar yaratmoqda? Grafik dizaynerlar. Ular sizdan uzoqdagi g'ayrioddiy fikrlaydigan, bolalikdan rasm chizadigan odamlar emas. Yo'q, hozirgi kunda odatiy dizayner bu avvalgi buxgalterlar, huquqshunoslar, top menejerlar bo'lib, ularni kundalik ishi qoniqtirmagan va kam pul hamda erkinlik bergan. Mening shunday